25-aprel Mangu Professional Ligasi Humo Arena asosiy jang. Sizni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislar uchun nima deysiz? Har doim muxlislarga aytganman, juda ham o'zim minnatdorchiligimni bildirganman. Chunki shu muxlislar bor, biz shunchalik harakat qilib o'zimizni ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa 25-kuni ham inshaalloh Humo Arenada muxlislarni kutib qolamiz. Xursand qilishga har doimgidan ham ko'proq harakat qilamiz, mehnat qilamiz. Hammani kutaman 25-kuni Xudo xolasa birgalikda 14-g'alabani nishonlaymiz inshaalloh. Hammani kutaman. Muxlislar, sizlarni qo'llab-quvvatlab turganlaringni juda ham his qilaman. Hamma o'zbek sportchilari Xudo xolasa 25-kuni kelib, barcha o'zbek sportchilarini qo'llab-quvvatlab tursalaring, juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. 25-kuni 25-aprel Xudo xolasa hammani kutamiz. Ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat aka.